أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama Al-Muhaqqiq Al-Faqih Abul Husayn Ahmad ibn Muhammad Al-Quduri rahimahullah yazgan Muhtasar Al-Quduri namliq bu kitobning Kitab-ı Şuf'a degan bölümünün ve İza ijtama'a şufa'u degan yer keldi. Yani sözümek için olmasa şüphenin kıymeti. Şüphenin kıymeti hakkında söyleyeyim hazır. Yani ve iza ijtama'a şufa'u. Yani bir öyde bir qorojayda bir qancha şepi cem gap qolsa. Bunun degan gap desa yani bir adam bir uyni satsa, undan bu uyniki bir qancha shirik bor ekan, 4 tane shirik bor ekan masalan. 4 tane shirik olsa demek 3 tane shirikning hammasidan bo'ladi uyga shepi bo'ladi. 3 shirikning hammasi shepi bo'ladi. Uni man sen shepi bo'lsan, sen shepi bo'lmaysan. Sen shepi bo'lsan degan gap yo'q. Üçüncüsü shepi bo'ladi. Feşşuf'atu beynehum ala adedi ru'usihim. Ularning orasidagi bu shepilik ularniki kallısının sani bo'yicha. Kallığa degan bizde kallığı çachimiz deb gap bor bizda. Shirikchilikda kallığı çachimiz degan gap yani odam soniga. Qanchadan bo'lsa shunchadan o'xshash. 3dan bo'lsa 3 o'yiniki sahmni 3 sahm qilamiz. 4dan bo'lsa 4 sahm qilamiz. 4 ulush qilamiz, 3 ulush qilamiz. Yani وَلَا يُعْتَبَرُ اِخْتِلَافُ الْاَمْلَاكِ yani mülüklerinin muhtelif buluşu itibarı alınmaydı. Yani mesela ben de 4 şirk var. Ben oyunun ilgisi sattım. Ma 3 şirk, 3'ünüz şepi buludu. Alalaydı. Oyunu eri çok buludu. Lakin bu 3 şirkinin biri mesela bu oyunun pulusu 1 milyon. Oyunun pulusu 1 milyon. 4 şirkni kemmesi okşaş 250 mingdan şirk olsun ma okşaş. Ne buludu? Okşaş şepilik hukuku buludu. Anda olmay birisi 50 minglik şirk, yani böyle 100 minglik, yani böyle 500 minglik şirk olganda dedi mi? Bunun şepilik okşaş bulur. Ma o cık alalaydı mı azalı demez. Okşaş. Şunu anlamı? Makatara. Ve men iştera daran bi ardin. Hem de kim ki bir qorojayni bir matağa, yani bir tovar malga satib olsa. Bunun degan gap qorojay degani nimaga setish kerak desa, asl qoida nimaga setish kerak deb biz tamanga. Pul, dollar, so'm, qarasu bozordan kelgan so'mlarga setish kerak edi. Ammo bu so'mga setib olmabdi. Nima qilibdi? Tovar malga. Masalan, at, masalan bir at tazı, bir qora joydan birini nayt, arg'amoq, nochi, sifatli atni buni setdi masalan. Yoki bo'lmaydi degandek malga. Yani setiladigan malga. Setib olgan bo'lsa, endi buningda shepi qanday oladi? Agar pul setib olgan bo'lsa, tabiiyki pulni berib oladi, shundaymi? Mushtariga pul berib olgan bo'ladi. Endi mushtari mal egasiga bayoqqa aradini tovar mal bergan bo'lsa, shepimi tovar mal beramdi? Bu nerede bu ne? Desa yo'q. Tovar mal bermaydi, balki bi qiymatihi. Akhadaha shafi'u bi qiymatihi. Shafi uniki bahasini, qimmatini beradi. Şu tovar malning puli bozorda necha pul bo'lsa, şu malning pulini beradi. Agar bir ot qisitib olgan bo'lsa, masalan, atning o'zida otni bir topalamdi, topolmaydi-da. At degan adadi mutafavit. Bu degan qiymiy narsa at degan. Uni o'xshash atni ekpaganga bo'lmaydi. Chunki o'xshash at yo'q-da bunga. Lekin puli o'xshash o'tib bor. 100 ming qo'yliq atmi, ya 1 millionlik atmi, buni shuniki bahasi qarab beriladi. Va in ishtaraha bi makilin aw mawzun. Endi agar bu qorojayni bi makilin degan gap bir makil, kamchilab masalan bir qacha, ikki qacha, bir tag'a, ikki tag'a deydigan bir sanduq, ikki sanduq deganda kamchilab setiladigan narsaga yoki mavzun degan kilolab tartilib setiladigan narsaga 1 kilo, 2 kilo deb tartilib setiladigan narsaga setib olgan bo'lsa, akhadaha bimisli. Anda narsani u qorojayni bimisli degan shu makil yoki mavzunning o'xshishi oladi. Chunki bu chaqda nima bu misliyat, bu misli. Shunga o'tgan dars ko'p chiqib ketdi. Mal ya'ni bo'ladi, mal qiymiy yoki mal misli bo'ladi. Agar misli o'xshashi bor narsaga bir chayla masalan
101 tonna buğday sotib olgan bo'lsa, masalan, 1 tonna buğday sotib olgan bo'lsa, nima ish qiladi? 1 tonna buğday berib oladi. Uni pul berman demaydi. Agar anda adadiy mutafovit narsalarga bir ot yoki bir tovar mallarga masalan qilgan bo'lsa, bunga tovar malni o'xshashini topib berman deb o'tirmaydi, nima ish qiladi? Uning o'rniga shu qiymat. Men tovar mal deganimiz ham yana nima qiladigan? Anda kilolab sotilgan narsa emas, tartilib sotilgan narsa emas. O'xshi yo'q. Sanılib sotilgan, ma 1-2 deb sanılib sotilgan narsalar. Bunda narsalar bo'lsa, uniki qiymatini, bahosini beradi. Shuning bilan talash tartishning oldinda. Va iza ba'a aqaran bi'aqarin. Endi bir odam bir aqar degan bir yer degan gap. Bir yer zaminni bi'aqar, ya'ni bir yer zaminga sotgan bo'lsa, o'zining yerini yana boshqaning yerining badiliga yerga yana sotibdi endi. Ana sotgan bo'lsa, akhadha ash-shafi'u kull wahidin minhuma biqimatil akhar. Anda shafi bu ikkisiniki yana sotquchi va sotib oluvchi yoki bu ikki yaniki har birining qiymatini akhadha ash-shafi'u kull wahidin minhuma. Bu har ikki yani qiymatiga oladi deydi. Har ikki yani birini yana birining qiymatiga oladi. Her ikki yani birini yana birining qiymatiga oladi. Bunun degan gap desanglar, masalan, bir odam bir yerga yeni bir yerni tegishibdi deylar. Shundan bir shafi buni anglablam, yo'q, buni men olatdim desa, uninga yer topalamdi, yer topolmaydi. Qanday qildi desa, sotqushiniki nimasini, yani qancha pullik yer ekanligini baholaydi, qiymatini. Uniki az sotib oluvchining yining qiymatini baholaydi. Shuning bilan baholablam, ha, agar 100 ming ko'ylak yerga 200 ming ko'ylakni olgan bo'lsa, shu bo'yicha qiladi. Agar 200 ming ko'ylakni 100 ming ko'ylakka sotgan bo'lsa, shu bo'yicha qiladi. Shu bo'yicha bozor bahasi bo'yicha, shu bo'yicha baholab, shu yer qancha pul, e'longan yer qancha pul olsa, shuncha pul, sotilgan yer qancha pul olsa, shuncha pul bo'yicha muomala qiladi. Va idza balagha ash-shafi'a annaha bi'at bi 1000 فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها 1000 أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة. خوش وإذا بلغ الشفيع عمده قاتنك شفيعك أنها بيعت يعني يار قروجاي هذه همس دارغيني بتا يا قروجاي بيعت ب1000 يعني ب1000 درهم مثلا من درهم جا setilibdi deb degan xabar yetibdi Shafi'ga. Fasallama shuni bilan Shafi buni qimmat ko'rib, ya'ni g'oli ekan bu, qimmat ekan bu, 1000 dirham qimmatlab qolibdi deb fasallam o'ziniki Shafi'lik huquqini nima qilibdi, o'tkazib turibdi, yana voz kechibdi. Thumma alima annaha bi'at bi'aqal. Undan keyin shuni bilibdiki, bu yer, bu qo'rojoy bi'at bi'aqalla. U 1000 dirhamdan ozroq sotilibdi, 800 dirham sotilibdi masalan. Uni bilibdi. Demak, xabar bunga rasiyatmi yolg'on aytib qolgan bo'lsa, ma bir surat. Yana ikkinchi surat. Aw bi hintatin yoki aw bi hintatin aw sha'irin qiymatuha 1000. Uni 1000 dirhamga sotdi degan gapi meni naq 1000 dirhamga sotgan bo'lmasdan, balki 1000 dirhamlik bug'doyga yoki 1000 dirhamlik arpaga sotgan ekan. Shundan bu xabar buni xato aytib qolibdi. Bo'lsa, aw akthar yoki qimmati 1000 dirhamdan ko'proq bug'doyga arpaga sotgan bo'lsa, fataslimuhu batil. Yani buniki shafilik huquqidan voz kechishi bagaj bo'lib ketadi. Nima ish qilsa? Chunki birinchi xabarda agar ozroq qilib bilgan bo'lsa, to'g'ri aytgan bo'lsa, uni oladi. Ikkinchi xabarda bitta yoki bug'doy qimmati 1000 dirhamlik yoki 1000 dirhamdan ko'proq qimmati bo'lgan bug'doy olib xabar aytgan bo'lsa degan gap nima ish qilsa, endi shu zamonda 1000 dirham naqd pul chiqarishdan 1000 dirhamlik bug'doy chiqarish nima ekan? Oson, yengil ekan shu zamonda. Endi buni qiyos qilish kerak-da hozirgi zamonga. Selishtirib berish kerak. Hozirgi zamonda 1000 dirhamlik bug'doy chiqarish osonmi, 1000 dirham pul chiqarish osonmi? Endi ko'rib berish kerak endi. Shu bo'yicha ma'lumot endi. Ya'ni shunaqa nima atvo bo'lsa, atvo emas narsa, ya'ni oz bu uchoqda ehtimol nima oz ekan? Dirham oz. Lekin nima ko'p ekan? Bug'doy puli ko'p ekan. Tirikchilik ko'p, naqd pul oz zaman ekan. Ya'ni narsalar hammasi asosan bug'doyga elinadigan, narsalarga elinadigan zamoni. Biz burungi zamonda shunday edi. Faqat endi hozirda pul ko'payib ketdi hozir, qog'oz pul. Burungi zamonda pul qog'oz emas. Shuningmi? Hammasi jin pul. Pulni tushunasizmi? Ha. Ya'ni
kumush yo oltin bo'ladi. Pul yo oltin yo kumush. Alloh taolo pul qilib yaratgan narsalar. Hozirgi zamonda shu bir qog'oz. Agar shunda shu podshoh shunda yiqilsa, bu qog'ozni besib olgan mo'ynida qog'ozni bermasa bakarchi. Kuchli bo'lmaydi. Anladın. Demak, shuning uchun nima? Jin pul degan qasi oltin, kumush. Shunga shu dunyoning eng boylari nima saqlaydi? Hammasi oltin saqlaydi. Oltin, kumush. Kumushmi bo'lmasa ham oltin saqlaydi hammasi. Nimishqa? Haqiqatan pul, Alloh pul deb yaratganlik uchun. Qolgan qog'ozni biz besib olgan qog'ozni bir mezgilda gap qolsa, qog'oz o't qolaydigan gap o't. Masalan, ba'zan bir davlatlarda shu pul faqallish yuz bergan davlatlarda pullarni nimaga Avrupa besbep malken. Şunun köp pul köp kıymeti yok. Medalat bitken gibi. Demiş kaç çünkü asli pul emas da bu. Anladın. Bas pulun onda işletilen narsa fakat. Yani az hükümetler o altın gümüşlerini xalqib bilishga ko'ngli unmagan gapda. Unmay qog'ozlardan ishlar aytgan gap. Pulni altın gümüş hammani o'zi saqlab turgan gap. Hozirgi zamon. Shunga asli bu nima altın gümüş degan bunda qis narsa bu. Buğday qolganda. بحيث أو شعير قيمته 1000 أو أكثر فتسليمه باطل. bunun teslimi batıl buldu. Ve lehu şüfat bunun nima şipilik hukuku asliga qaytib keladi. Ve in bana annaha bi'at bidananir. Am agar bu yerninki bu qo'rojoyning tillaga bi'at bidananira qiymatuha 1000 yani 1000 dirhamlik qiymatidagi tillalarga, dinarlarga sotilganligi oshkor bo'lsa, ya'ni 100 tilla masalan. Şu zamanda 100 tilla 1000 dirham bo'ladi. Aynı zamanda oltin bilan kumushning farqi tilla bilan tenge. Biz tilla tenge deymiz. Yoki siz tushunmasanglar dinar degan dinar. Dinarni biz Uyg'urchada tilla deb qo'yamiz. Dirhamni Uyg'urchada tenge deymiz. Agar siz nima deysizlarda? Bizde dirham dinarda deyildi. Andaş dirham dinar deyveranglar. Bunu shunda san bo'laverdi. Demak, dirham degan kumush. Kumush pul. Dinar degan oltin pul. Xo'sh. Endi buniki dinarga sotilgan, yani 100 qimmati 1000 dirhamlik dinarga sotilganligi oshkor bo'lsa, fala shuf'atala. Uniki shiflik huquqi yo'q nimishqa? Chunki tilla bilan dirham ikkisi nima bir jins, ikkisi pul. Ammo boshdagidan da emas. Xo'sh. Xo'sh, endi kelganimiz bo'lsa, mas'alatu ta'yinil mushtari. Mushtarini ta'yin qilish masalasi. Ve iza qila lahu yani Shafi'i aka shubhasizki mushtari palani, sotib olgan palani deyilsa, Shafi'i aka mal qo'rojoyni sotib olgan odam palani, damullam deyilsa masalan. Fasallama shufat shuni bilan shufani shafilik huquqini nima qilgan bo'lsa, topshiriq o'tkazib bergan bo'lsa, bu labtamisi. Men palani damullam sotilgan bo'lsa, ya masalan, bu yaxshi odam ekan, yaxshi odam bo'lgandan keyin bu odam bilan qo'shilsak bo'ldi ekan deb mayli degan bo'lsa. Chunki biz men beshida shafilikning hikmatini deb bergandim. Al hikmatu min ash-shuf'a. Chunki odamlarga yomon qo'shilgan bir balo, xatar, musibat. Shuning uchun u yomon qo'shniga ketguncha nima qilsa, uni o'zi qimmat bo'lsa, o'zi ilib olsa, bir xim xatarning oldini olgan bo'ladi-da. Ammo yaxshi qo'shni qolsa, shu yaxshi qo'shni kelib qolgan bo'lsa, hammadan xotirjam bo'ladi masalan. O joyda shafilik talashishga nima yo'q, hojat qilmaydi. Şuna ama yaxshi adam ekan deb falan damulu deyishingizda men yaxshi kishi demakchi. Abtu desa fasallama shuf'at an shafilikni odam o'tkazib bilibdi bo'ldi bizda. Summa alima annahu ghayru. Ondan keyin bu yani sitovag'ini u falan damulu emas, balki falani bangi ekan. Bunda chiqibdi. Bo'lsa falahu shuf'atu. Buning shafilik huquqi asliga qaytib keladi. O'tkazib bo'lgandan keyin qaytib keladi. Chunki bu yerdagi hikmat joyida chiqmay qoldi-da. Va man ishtara daran li ghayrihi. Kimki o'zining g'ayri uchun bir qo'rojoyni sotib olsa, sayran qilsa, o'zining g'ayri uchun desa, haqida odam bino sotib olsa, o'zining g'ayrinikini sotib oldi bu yerda, o'zinikini sotib olmaydi deb o'ylsanglar, bu yerda gap, ya'ni boshqa bir odam uchun. Masalan, Bemirzabek, Tumurbek uchun, Tumurbek vakolatdan bir qo'rojoyni sotib olsa degan gap. Sotib olsa. Demak, Tumurbek Bemirzabekni vakil qilsa o'ziga. Fa huval khasmu fi shuf'ati. Bemirzabek nima bo'ladi?
shu shafiylik huquqida da'vo qasm degan gap davolashadigan kishi shu bo'ladi, raqib. Ya'ni shafiy bilan davolashadigan sudga chiqqanda nima bilan shafiy bilan davolashadigan kishi kim? Vakil qilg'uchimi yoki vakilmi desa vakil, ya'ni Bemirzabek. İlla ay yusallimaha ila al-muvakkil. Faqatla o qo'lojayni vakil qilg'uchiga, ya'ni Temirbekka topshirib bo'lgan bo'lsa, u chaqda kim davolashadi? Temirbek davolashadi. Anladın. 5 ta so'zlab ketib bo'lgan buni o'xshaydigan vakil. Ya'ni shafiy agar qo'lojay kimning quli bo'lsa, bayning quli bo'lsa, bayning yangi keladi. Agar mushtarining quli bo'lsa, mushtarining yangi keladi degan edi, shundaymi? Bu ham xuddi shunday bo'lgan. Ya'ni agar da'vo dasturi kim bilan bo'ladi? Agar bu mal, ya'ni qo'lojay vakilning quli bo'lsa, vakil bilan bo'ladi. Agar muvakkilning quli bo'lsa, muvakkil bilan bo'ladi. Va idza ba'a daran illa miqdara zira'in. Xo'sh, endi sizlarga mishalni boshlab, endi musannif sizlarga shubhidagi hilatu shuf'a. Ya'ni bu odamniki o'zining yerini nimaga sotqisi yo'q, shepiyga sotqisi yo'q. Shepiyga sotmay, boshqa bir odamga qimmat sotqisi yo'q masalan. Chiqib shepiyga sotqisi yo'q bo'lsa, qilinadigan bir hiyla shar'iy bordi. Hiyla shar'iy. Bu hiyla shar'iyni İmam Abi Yusuf rahimahullah buludu degan. İmam Muhammed rahimahullah makruh degan, lekin al-fatwa ala qawli Abi Yusuf rahimahullah. Abi Yusuf fatva Abi Yusuf rahimahullah qawli bo'yicha buludu. Ya'ni endi bu hiylniki ikki xil hiyla bu. Hozir birinchisi qolsa va idza ba'a daran. Bir odam bir ho'ylani qo'lojayni setibdi. İlla miqdara zira'in fi tulil hadd allazi yali shafi'. Faqatla shafi' shafiy yondashidigan tarafdagi chegaraning uzunligida bir gaz ya'ni sotmabdi 50 metr. 50 santr ya'ni. Masalan, shafiyniki tamam bu surat faqatlam nimada tasavvur qilinadi? Shafiy tam elishmi qo'shna. Shafiul jar. Bu nimada tasavvur qilinmaydi bu. Haliqi nima deymiz? Mana shafiyniki maldiki shafiyki tasavvur qilib bo'lmaydi. Faqat yer qo'shnisi, tam elishmi qo'shnisi tasavvur qilib bo'ladi. Ya'ni masalan, meniki bunda tema qancha metr ekan? 10 metr. Tema 10 metr bir tamba. Matamni o'tirib menim, o'tirib kimdan? Shafiyning bo'lsa. Men bu tamdan mishantadim 50 santr aşağıgacha. 50 santr yani qolib, mishani sotmadim. Qolgan meni birini sotdim. Buni sotgan bo'lsam, bu hiyla shar'iy bo'ladi. Nima bo'ladi? Fala shuf'atala. Shafiylik huquqi bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki bu shafiy men qanday ola shafiy olgan, mushu tamni deb shafiy olgan. Men bu tamni o'rnini sotmadim. Sotmagandan keyin meni qancha sotsam bo'ldi. Ma bir xil hiyla shar'iy. Ve inibta'a minha sahman bi thamanin. Endi agar ve inibta'a minha sahman bi thamanin. Endi agar mushtari minha degan bir qo'lojaydan sahman bi thamaniga bir ulushni, sahman degan bir nasiba, bir ulushini bi thaman degan gap pulga sotib olgan bo'lsa, summa bta'a baqiyataha ma ikkinchi shayni surtamdi. Ondan keyin uning qolgan qismini sotib olgan bo'lsa, fashufatu lil jari fi as-sahm al-awwal duna ath-thani. Qo'shniniki, tamoyilchi qo'shnining shafiylik huquqi birinchi sahmda bo'ladi, ikkinchi sahmda emas. Buni degan gap, masalan, men qo'lojayni men sotmoqchi, falan men olmoqchi. Buniki shafiysi, buni agar men olsam shafiy men talishadi. Shuning bilan nima bilan deyishman? Aniqi sotqish bilan deyishman. Ammo bunday qilayli, men maniki bir qismi ikkiga bo'laydi bu qo'lojayni. Men bir bo'ligini, birinchi bo'ligini adasiz qimmat. Masalan, qo'lojayning puli qancha pul ekan? Masalan, 1 million. Men bir bo'ligini 900 ming bo'laman. Deb bir bo'ligini 900 mingga, ikkinchi bo'ligini 200 ming bersiz deyish. Masalan, bir bo'ligini 900 mingga olibdi. 900 mingga bo'lsa shafiy qancha pul sotibdi deb anglasa, 900 mingga sotibdi deb anglasa qiladi. O'sha bo'ldi men. Unda qiymat yana olmayman deydi, voz kechadi. Uni keyin ikkinchi bo'lik qoladimi? Ikkinchi bo'ligini 100 mingga oladi. Birinchi bo'ligidan voz kechgandan keyin shafiy uniki shafiylik huquqini nima qiladi? Tugaydi.
Ma'mum ikinci xil hiyleşer nuskası deydi. فالشفعة في السهم الأول دون الثاني وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبا عنه أمده üçüncü xil söyledi davatıdır. Eğer müşteri bu kolacağını bir semen desep pul gidiş yaptı, seto yaptı. ثم دفع إليه ثوبا عنه andırken bayiqa semen diyen pulun orduğa kiyim giyecek bilipti. Olsa feşşufatu bis semeni dune thawb. Şefilik hukuku şefilik nemi buludu? Semen bilen buludu. Eğer neme almakçı olsa yani müşteri şefi almakçı olsa yani şefilik hukukulan nemi alıdı? Pul alıdı. Dune thawb kiyim giymez. Ma'mum üçüncü kız ilişeli. Yani mesela yani yüzden hem de emsi malime alay. Yani 1 milyon alay deb deyishibdi. 1 milyon alay deb deyish bulab, uni kendidan pul berachaqda nima chiqibdi? Hamda menda 1 milyon yo'q amaliyotda, ammo 1 milyonlik tovar mal. Mana bu shu tovar malni oling, malni oling deb bergan bo'lsa, uni kendidan nima qo'shilibdi unga? Nima raqam bayi qo'shilgan bo'lsa, bo'ldi. Deb uni kendi shepilik qilib kirdi. Shepilik qilib kelganda shepi ko'plam Andan bunun şefiğe nispeten mu 1 milyon bir işten nime biliş asan? Mal biliş asan hem de. Mal. 1 milyonluk mal biliş asan da. Şu ben dedim o full etva diyen gepne. Şunu olan şefiğe kalaplam o 1 milyon bir boş meyla almaydı binoz gücü. Demek 3 xil suretne depedi bizga. Am şefiğe kalap men bu kişinin gidecek basan bulamdı dese yok. Şefiğe çok nima qilish kerak? Dastlabda nima qilgan ekan? Aqd nimaga chigildi? Al-aqdu ala ma aqad. Laysa ala ma naqad. Aqd bu yerdagi kelishim nima dastlabda kelishilgan pul bu to'xtam bo'ladi, nimaga bo'lmaydi? Berilgan narsaga bo'lmaydi. Shundan shepi ala olsa, pulni berib oladi, ammo olsa kiyim kichik bilinmaydi. Shundan yeni mushtariga qoladi degan. Xo'sh, endi wala tukrahul hilatu min yuqoridagi 3 xil hilani sudab o'tdim. Mushi hila fi isqat shufati. Shefilikni saqit qilish haqidagi mushi hila Abu Yusuf rahimahullohning ko'z qarashidan makruh bo'lmaydi. İmam Muhammed rahimahullohning ko'z qarashidan makruh bo'ladi. Al-fatva ala qawli Abu Yusuf rahimahulloh. Xo'sh. Xo'sh, endi mas'alatu al-qada lish-shafi'. Shafi'niki qada hukmi masalasi. وإذا بنى المشتري أو غرس المشتري ياكي مشتري بالخروجين أبتو شبي سوا خروجين برنا أبتو إلب onun üstüge bana diyen gap öy septu. Ev garasa yaki orman tikiptu, derek tikiptu. Ne dedi orman dışlarda küçet ne? Derek, şecara. Derekin küçükini. Ne dedi? Küçet okşay dediğiniz küçet tikiptu garas. Thumma qudiya liş-şefi'i biş-şuf'ati. Andınkin şefilik bilen hüküm kılınıptı. Yani gap qazaxunum şefiga şefilik huquqi bilan bu yani hüküm qilibdi, nima qilingan, o'ysilingan yoki ko'chat tikilgan yerga. Fa huwa bil xiyar. Anda o'ganda şefi ixtiyorlik bilan bo'ladi. Yani men fa huwa madki mushtarigan ekan bu. Fa huwa bil xiyar. Yaqayma şefi. Şefi ixtiyor bilan bo'ladi. In sha'a akhadhaha bis thamani wa qimati al bina'i wal gharsi maqlu'an. Agar xolisa bu qurojayni bis thaman bu qurojayning pulusiga qancha pul olgan bo'lsa şefi shuncha pulga va qimatil bina'i wal gharsi maqlu'an degan va uyning va tikilgan ko'chatning maqlu'an degan gap yulib etilgan holatidagi qimmatiga oladi. Yulib etilgan holati degan gap ko'chatniki masalan tartib etgan qancha pul oladi uni bozorda ko'chat sotadi-ku, aynan ko'chat shu bo'yicha yerda turgan holatida emas. Chunki yerda turgan holatida qimmat bo'ladi. Yulib etilgan bozordagi ko'chat sotadigan holatda arzon bo'ladi. Uni kendi uy degan bu tayyor tutgan holatda tabiiy qimmat bo'ladi. Lekin u qish bo'lsa-chi ham material deymiz endi. Qish, loy u bu degandek holatda arzon bo'ladi. Buni qanday qiladi? Uyni nima hisobda? Shu qish hisobida. Manchidani qish, simonot, loy deb uyning materialini, masalan, yog'och material hisobida ham oladi. Shunda holatda agar qolsa, shunda holatda oladi. Ve in sha'a kallafal mushtariya qal'ahu. Agar qolsa mushtariga
kallafa degan gap amara degan gap. Ya'ni mushtariga shu salgan uyini yiqib o'tishga, yiqib olib ketishga yoki tikkan kuchtini yulib o'tishga buyuruydi. Kallafa degan gap yulib o'tkani saladi degan gap aslida. Yulib o'tkani saladi, yulg'izidi, o'ylarni o'tkazib olib ketgani saladi degan gap buyuruydi desa xolos, tamom oson bo'ladi. Va iza yani nima ya asa elib shu yiqilgan ham material pulisini berdi, ya'ni pulisini va ham material pulisini. Yoki olib ketingamiz. Amma kuchab yurib olib ketinglar, olib ketsa saladi. Nimishqa mushtarimi Abulosh Fuloviyaga Shepisvoyaga uy salomi qilib. Mushtari Shepisvoyaga uy salomay, Shepisvomi bu yerdan shaltiqi bormi deb yaxshi qarab, hal qilib qo'ygandan keyin saqlib uni. Shepisvomi yo'q deb qarmay, kom salab olgandan keyin o'zgizgan amal yo'q hamda unga boshqa. Va in sha'a kallafa al-mushtari qal'ahu xosh. Va idza akhadaha ash-shafi'u fa bana. Amdi boshqa surat, buni bu suratning aksi. Boshqa suratda mushtari uy salgan, ha? O'rmon tikkan. Amdi ma suratda shu desa, va idza akhadaha bu qo'lojoyni shafi olsa, shafilik huquqini olib fa bana, am bu yerga nima qilsa, uy salsa. Aw g'arasa yoki o'rmon ko'chatlarni tiksa, thumma istuhiqqat. Ondan keyin bu qo'lojoyning boshqa bir egisi chiqib qolsa. Istiqqaq degan ya'ni boshqa bir asli bu qo'lojoy ba'iyaning emas ekan. Ya mushtarining emas ekan. Ya'ni bilak bir egisi ekan uni asli. U ba'iya harom qo'baya haqinlarni sotgan ekan asli. Shunda bo'lsa nima qiladi? Raja'a bis-samani degan gap. Shafi' pulni qaytarib oladi. Kimni qaytarib oladi? Agar pulni kim mushtariga bergan bo'lsa, mushtaridan qaytarib oladi. Agar ba'i qilgan bo'lsa, ba'iyadan qaytarib oladi. Va la yarji'u bi qimatil bina'i wal gharsi. Endi yerning pulini qaytarib oladi ama bergan pulni, ammo o'zini sog'an uyning pulini va tikkan ko'chatlarning pulini qaytarib olmaydi. Uni ham o'zgamdi. Va idan hadamatid dar degan boshqa bir surat hamdi. Va idan hadamatid daru. Hamdi qachonki bu qo'lojoy yiqilib ketsa, yatavlab masalan, yatavlab qo'lojoy yiqilib ketsa, aw ihtaraqa bina'uha yoki bu qo'lojoyniki binolari, uylari kuyib ketsa, o't ketib ham tabiiy ofatda. Aw jaffa shajarul bustan yoki bog'ning daraxtlari qurib qolsa, bi g'ayri fi'li ahad degan bir kishiniki qiliqsiz degan gap, bir kishi bunga bir ziyonkashlik qilmasdan tabiiy ofat bilan daraxtlari bog'ning qurib ketgan bo'lsa, ya uyga o't ketgan bo'lsa, ya yatalashlar masalan uy yiqilib tushgan bo'lsa, qanday qiladi? Fashafi'u bil khiyari. Shafi' ixtiyor bilan bo'ladi. Endi in sha'a akhadaha bi jami'i thaman va in sha'a tarak. Mas'uliyat qanday desa, mas'uliyatdan boshqa bog'laymiz qarindoshlar. Ya'ni bir mushtari bir qo'lojoyni abtu shafisa qo'lojoydan birini olgandan lam yatavlab ketib samoviy ofat bilan bu qo'lojoyniki uylari yoqib chiqibdi. Yoki o't ketgandan keyin kuyib ketibdi uylari. Yoki bir tabiiy ofat bilan bo'stonniki daraxtlari qurib qolibdi. Unda olgan bo'lsa shafi'ning ixtiyorlik huquqi bo'ladi. Agar xolisa akhadaha bi jami'i thaman. Agar xolisa akhadaha bi jami'i thaman degan gap, shu bog'ni ya'ni ham pul qoldi. Nima ham pul qoldi degan gap. Diqqat inchki masala bor. Ya'ni nimaning birido? Ya'ni mushtarining ba'i qilgan pulning birido va mushtarining nima qilgan, uy solgan, ko'chat tikkan pullarni hammani birido. Agar xolisa. İnsha akhada bi jami'i thaman. Yoki bo'lmaydi, unda tushunmasak, unda tushunmay, yana bir holat tushuna olamiz. Uni beshligiga qilsak, ya'ni masalan, ma uyniki shu uylar yiqilib ketmagan, daraxtlari qurib ketmagan holatda, mana bu ikkinchi marta to'g'ri ekan. Uylar yiqilib ketmagan, daraxtlar qurib qolmagan holatda uy 1 million. Uylar yiqilib ketgan, daraxtlar qurib qolgan holatda uy 500 ming. Bo'lsa, shafi ixtiyor bilan bo'ladi. Agar çünkü bu samaviy ofatdan bo'lsa kerak, samaviy ofat bilan. Agar xolisa uyni 1 millionga oladi. Jamiy saman degan gap, uyni 1 million aslidagi shu saq holatdagi oldiga oladi. Aqd qilishgan kundiga bergan pulga oladi.
Ve in şa'a terek. Eğer halsa ammaydı. Ve in naqadal müşteri emde mavi samavi apatı vasımına kuludu. Ama ve eğer müşteri öyünün binasını yüzü çakkan bolsa, yüzü sundurup yüzü çakkan bolsa, khilal şefi kımıdak değilidir. İn şi'te fehudil arsata bihissatiha. İn şi'te feda. Eğer kalırsan sen ma yani binane mesela sen yani yanın hissisi ağın. Eğer kalırsan ama terk etkindeydi. Ve leyse lehu en yakudan niqda. Onun sundurulgan ham materyallarına eriş hukuku yok. Bunun diyen gap sana yani bir adam müşterinin birisi bir oyunu 1 milyonga aptu. 1 milyonga alıp bunun kelimelere bunda ağa vaxtından bakan öy imayatla bakan. Bu imayat küçük sektörüne kalıp çıkartıptı bunu. Çıkıvatkan bolsa bunu kendi çepi bunu almakçı bulap çepilik olan almakçı bolsa demiş kılıdı yani hesaplasa ya 500 binken. Öy imarda öyle hesaplasa 1 milyonken. Hazinem deydi ona. Halısan 500 binni bilip yerini alısan. Ma o üyündeki çıkıvatkan önemli elip ketedi. Andın. Halısan almaysan deydi. Eğer halısa şu çıkıvatilgen ham materyallerini ilgisi bilip yerini aldı. Eğer halısa almaydı. Lakin aman bu yerini algandıkken bunu çıkıvatilgen ham materyalini meninki diyemeydi. Bununki çıkıvatilgen öyünün çıkıvatilgen öyünün hemen dersileri kimden? Müşterinin buludu. Avval. Hoş. Hem de ahirki mesele olsa hiyaru şefi' meselesi. Hiyaru şefi'. Şefi'nin ihtiyarlık meselesi. وَمَنِ ابْتَاعَ اَرْضًا وَعَلَى نَخْلِهَا ثَمَرٌ. Kim ki bir yerini satıp alsa, halbuki o yerinin xorma darxının üstüde semer, meyve var iken, yani xorması var iken. Yani xormalık bağdan birisi devaptı bir adam. O xormalarda xorma var iken. Akhadaha şefi'u bi semeriha. Hem de şuna bir mecmi mahsulat olmaydı. Şuna bu yani ki şefi çıkarttı, qazi şefiğa hüküm kıpırıptı. Bulma. Bolsa akhadaha şefi'u şefi bu yerini bi semeriha. Yani bu yerinin meyveleri bilen birlikte kuşap alıdı. Anladın? Çünkü yani müşterisi tavaganda nima bilan birga olgan, xormus bilan birga, meyveler bilan birga olgan. Nima olmoqchi olsa, şepi olmoqchi olsa, meyveler bilan birga oladi. Fa in akhadahu al-mushtari saqata 'an ash-shafi'i hissatuhu. Fa in akhadha agar bunu meniki cezzahu bo'lsa yaxshi ekan mushu. Akhadahu bo'lgandan cezzahu bo'lsa yaxshi ekan. Agar mushu xorma darxining xormalarini müşteri qirib bo'lgan bo'lsa, qirib olish degan gap, uzib bo'lgan bo'lsa, xormalarni bundan uzib bo'lgan bo'lsa, saqata ani shafi'i hissatu, shafi'tin shu meyvelarniki hissi saqit bo'ladi. Masalan, meyveni pul sachimiz qancha pullar masalan 100 ming ko'p bir bağı olgan bo'lsa, xormalik bağı. 100 ming ko'p bir xormalik bağı olgan bo'lsa, o vaqtida xormalarimiz bor ekan, hamma xormasi bor ekan, meyvelar. Onun kendiden müşteri şefi yani app boğaçalıkta hemmisinin meyvelerini app setet boğan olsa kançalık meyve olsa şucak meyveni hesaplap şu pulunu 100 ming koyun çıkarıp kalan pulunu bir kimge müşteriye. Düşünüyorsunuz? Ve izâ kudiya liş-şefi'i bid-dar. Emdi kaçan ki şefiqa bir qolocayını hüküm qilib berilsa. Buna 5 kadar sözler boğan bunu yeni tekrar getirip dem demeyin. Velem yekun ra'aha diyen şefi nima qilmagan bo'lsa, uni ko'migan bo'lsa, velem yekun ra'aha şefi u yani ko'migan bo'lsa, falahu khiyaru ru'ya. Şefi'nin ru'ya xiyari bo'ladi, ya'ni ko'rish ixtiyorligi bo'ladi. Ya'ni agar yaxshi oladi, yoqmasa qaytarib pas bo'ladi. Ve in veceda biha ayban, agar bu qo'lojayda bir aybni topsa, falahu an yaruddaha bihi. Şefi'nin o xorojayni ayıp sebepli qaytarib o'tish huquqi bo'ladi. Ve in kana al-mushtariya sharatal bara'ata minhu diyen ve nimadik vav vasliya deb ataladi. Agar chanda garcha mushtari shu ayibdan ado juzoatni chetlatgan bo'lsa-mu, mushtari ma bag'da ayib bilan qazman emas. Ana bari'un min al-ayb. Siz og'ingiz gap qoldi shefilik bilan ma bag'da ayib bilan qazman emas deb turgan bo'lsa-mu, bag'da ayib chiqib qolsa qaytarib oladi. Shefi uni qaytarib oladi. Tushunalmi?
وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار. Endi bir odam bir qo'lojoyni bisamanin muajjal degan nisi pulga sotib olgan bo'lsa, nisini bilamsizlar? Naq emas. Nisi pulga sotib olgan bo'lsa, fashafi'u bil xiyar. Shafi ixtiyor bilan bo'ladi. Shafi'ning ixtiyori bor. In sha'a akhadhaha bisamanin halin. Agar xohlasa bu qo'lojoyni naq pulga oladi. Naq pulga oladi. Va in sha'a sabar. Agar xohlasa sabr qiladi hatta yanqadiyal ajalu thumma ya'khudhaha. Agar xohlasa sabr qiladi toki ajal degan gap va shu muajjal degan nisi degan gap muddat to'xtalgan degan gap, ya'ni muddatlik qarz. Men buning pulini bir oydan keyin bilmayman deb olgan bo'lsa degan nisi deb qo'yganimizda hozirgiday nisi olsa qachon berishini Alloh taolo biladigan shaklda emas. Aslida dursa anda so'di dursa emas aslida. Hozirgi nisi bilan olib ketdi. Nisi qoladi qachon berishini Xudoyimiz biladi. İnsan bilmaydi, maxluq bilmaydi. Lekin asli qoida 1 oylik, 2 oylik yo 1 yillik. Chuqur buniki ma'lum bir kun bo'lishi kerak. Am buni bo'ladi muajjal bo'ladi. Shunga ila ajalin musamma. Atalgan bir muddatgacha olgan bo'ladi. Hozir bizning oldigan nisilarimiz hamda bu qanday nisi o'qimaymiz hamda. Balki o jazoni nisi qilib ketishi mumkin. Durust emas. Kitobda durust emas u chuqur nimishqa? Chuqur ma'lum qarar bo'lmasa durust bo'lmaydi. Endi mana bu shu qarallik qarzga olgan bo'lsa, masalan 1 oylik, men 1 oygacha pulini berman deb olgan bo'lsa, 1 oy to'shqandan keyin andi pul olsin bo'ladi, sabr qilib, muddat to'shqicha sabr qiladi, undan keyin qo'lojoyni oladi. Xo'sh, va iza qassama ash-shuraka'ul aqar. Endi shirklar yerni bo'lish vosita taqsim qilsa, hammasi o'zining shirkchiligini taqsim qilishib, mo'minchak, ya'ni mo'minchak, ya'ni mo'minchak uni kelib bo'lishib taqsim qilish bo'lgan bo'lsa, fala shuf'ata li jarihim bil qismati. Ya'ni bu shirklarniki qo'shnisiga bu taqsim qilishidan shibilik huquqi bo'lmaydi. Chunki 5 ta biz so'zlab bo'lganmiz. Andin. Ya'ni yer molning o'zidagi shirik birinchi, undan qasi yo'ldagi shirik, suvdagi shirik, undan qasi tam qo'shni shirikchilik degan. Demak, birinchi shirkni taqsim qilish vaqtida qo'shniga ish yo'q. Mana deymiz. Uni kelmaydi aloqa. Ve izâ iştera daran, qachonki bir qo'lojoyni sotib olsa, fasallama ash-shafi'u shuf'ata. Mushtaridan bilsa bu qo'lojoyni sotib olibdi, an shafi o'zining shafilik huquqini sallama degan gap topshirib beribdi. O'z nima shafilik huquqidan voz kechibdi. Summa raddaha al-mushtari. Undan keyin bu qo'lojoyni mushtari bi xiyar ru'yatin degan gap kurish ixtiyori bilan yoki shart ixtiyori bilan yoki ayb ixtiyori bilan qaytib o'tgan bo'lsa, hammani bilasizlar. Malni ko'may olgan bo'lsa, ko'rsa azimgan bo'lsa endi o'talaydi. Malni shartlanmani 3 kungacha malni qaytarib o'tish, elish olmaslik huquqim bor deb shartlashib oladi. 3 kungacha maslahat qaytarib o'talaydi yoki ayb shart ixtiyorli, ya'ni malda ayb bo'lib qolsa malni qaytarib o'talaydi. Mushunda 3 ayb bilan mushtarini qaytarib o'tgan bo'lsa, ya'ni qo'lojoyni qaytarib o'tgan bo'lsa, bi qadoi qodina, qozining hukmi bilan. Chuqur qozining hukmini shartmaydi. Fala shuf'ata lish-shafi. Shafining shafilik qolmaydi. Shafining shafiligi tugaydi xolos. Va in raddaha bi ghayr qada. Agar u ya'ni bi ghayr qada degan qozining hukmisidan, qozining oldiga bormasdan o'zlam, yondirib yanglishlik qilib o'tgan bo'lsa, aw taqayala. Qozining hukmi bilan emas, qozining hukmisiz qaytiribdi yoki taqayala degan gap. Sizlar taqayul deganni bildinglar beshta. Ismini bordi, nima degan gap taqayul degan? So'dan buzish. Ha, so'da yenishib bas, ikkinchisi, avmi yenib basa, ikkisi yenishsa. Ikki yenishib ketsa, fali shafi'u shuf'a, shafi'ning shub'ilik, shafi'lik huquqi asliga qaytib keladi. Shuning bilan bizniki kitob shuf'a degan shafi'lik kitobimiz o'shada oxirlashdi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.